Original Mebel kompaniyasi taqdim etadi. Assalomu alaykum. Navbatdagi ishimizni tugatdik. Bu korxonamizni Nuklastika deb nomladik. Ko'rishingiz mumkin. Fasadlarimizni bu yerda shipolli, dilali deymiz. Dilali joylarini ham shipon yopishtirganmiz. Bu korxonamizga hamma mebel joylash mumkin bo'lgan joylarga hammasiga mebel qilingan desa ham bo'ladi. Umuman joy qoldirmasdan mana ko'rishingiz mumkin. Duxovka, mikrovolnovkalar joylashtirilgan va burchaklardan foydalanish uchun ham mebel butlagan qilingan va ko'ryapsizlar. Moyka, posuda moyka, varishniy поверхность и bu yoqda kotellar joylashtirilgan. Yana рабочий stol kerak bo'lgani uchun buni keng qilib oynani tagigacha katta рабочий zona qilingan va yana bunaqasiga ham aylantirilgan, ko'rishingiz mumkin. Polkalar ham hammasi MDF dan shipolli qilib ishlangan. Bunaqa kuxnalarda endi biz hozir tayyor joyga yasadik. Boshqa proyekt qilayotganlarda tavsiya qilmasdik. Karnizi aylantirilmagan bo'lsa yaxshi bo'lardi. Bizani MDF karnizimiz bilan xonani karnizi figurasi bir xil bo'lmagani uchun burchaklarni ko'rishimiz mumkin. Bundan boshqacha to'xtatish mumkin emas. Mana shunaqa bizdan keyingi holatda malar chaqirib, o'sha xonani karnizini qilgan malar bizani mebelga ulab berishiga to'g'ri keladi. Mana shunaqa joylariga ahamiyat berish kerak bo'ladi. Ko'pincha bizga tavsiya qiladigan holatda mebelni yasash, xonani remontidan oldin mebelni qanaqa yasalishini chaqirsanglar bo'ladi. Bu xizmatimiz bepul, kelib ko'rsatib berishlarimiz mumkin bo'ladi. U narsani dizaynlarni ham qilib beramiz. Qatta rozetka, qatta включатель, qatta moykalar hammasini biz ko'rsatib beramiz. Bu xizmatlarimiz hammasi bepul. Va buni ro'para tarafiga ham mebel qilinish bilan ko'rsatib berilgan. Bu joyimiz 270 joyga yasalgan. Penali tagiga batareya bo'lgani uchun setkali qilib joylashtirganmiz. Xonamizning balandligi 3.10. Ko'rishingiz mumkin, baho beringlar. Rahmat, sog' bo'linglar.